Hammaga assalomu alaykum. Do'stlar, mana yana navbatdagi fayzli xonadonimizda Xudo xohlasa ishlarimizni yakunlash arafasidamiz. Xo'sh, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu uyimizda xo'sh, oq mramor fasonda ishladik. Xo'sh, deraza atroflari однотонный bo'ldi. Ramka qismlari ham однотонный, qora однотонныйda bo'ldi. Sokul qismlarimiz esa keromogranitdan ishladik. Darvoza atroflari ham qora однотонныйda ishladik. Xo'sh, bu tartibsizlikka e'tibor qilmaysiz, chunki hali ishimizni tugatganimiz yo'q. Ishimizni tugatib, Xudo xohlasa, chiroyli qilib uborga qilib uy egasiga topshiramiz. Zakazlar qabul qilib turibmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimizdan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Mana shunday ko'rinishda qilib beramiz. Rangini farqi yo'q. Xohlagan rang, xohlagan dizayningizda chiqarib beramiz. 100 dan ortiq fasonlarimiz bor. Oq deysizmi, qora deysizmi, seriymi, qizilmi, sariqmi, farqi yo'q. Любой xil rangingizda chiqarib yopishtirib beramiz. Mana shunday qilib. Azizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.